Baxtiyor. Adem maktabingga ishlatasan deb pul berib ketuvdilar. Ol. Bu pulni qorningizdagi bolangizga ishlatasiz. İçimde qora narsa yo'q lekin bora yuragim qoraydi. Yo'qdir bir chora qaytarishga holim. Qara ahvolim guldek so'ndim-ku. Guldek so'ndim-ku. Hamma hayollarim nariga boshqa narsa o'rgatar ekan. Maktabda hamma bilar ekan qandoq qilib yashashim kerakligi. Topuvdim birinchi sevgini, ko'tar olmadim uni fe'lini. Hech kim qidirmas ekan kelinni, asab o'ladigan joyda. Gul yoki hazil? Gul? Kulgili hazil lekin. Gul dedim-ku. Voy. Qachon siz oxirgi marta mazza qilib kulganingizni eslaysiz, ey? Bo'pti, hazil. Gul yo'q. Siz sog'lomsiz. Yo'q, to'xtang. Lekin kinoga 2 kishilik bilet bor. To'g'ri javob bersangiz biletni berishim mumkin, bo'lmasa ham yo'q. Rahmat, kerak emas bilet. Tabriklayman. To'g'ri javob. Mana shu biletni siz yutib oldingiz. Ha, Rahmat. Ishli bu anaqa. Kech payt soat 7 da o'shada ko'rishamiz kino teatr oldida. Maktabdagi chiroyli qiz uchun maktabimizda juda ham zo'r aksiya ketyapti. Yangi kinoni premyerasi uchun 2 kishilik bilet. Aksiyada qatnashib bo'ldilar o'sha. Hammamiz birga boramiz. Jon kamasdi-yu, nima uchun yopishib olding shu qizga? Jigar, sevib qoldim shekilli. Sanda qiz ko'p-u. Baxtimni yarimta qilmagin, iltimos sendan men birinchi yaxshi ko'rdim bu qizni. Bu qizsiz yasholmayman. Biram kompot bo'lding-a? Voshey. Biram sevib qolding-a? Ha, bitta problema bor-ku. Bu qiz meni yoqtirib bo'ldi-yu. Sen uyingdagilardan boshqa hech kim yoqtirmaydi-da shu bu qiz ham. Zinachi sizni yoqtiradi. Siz krashsiz. Siz krasavchiksiz, a? Nima shubhang bormi? Qara, mana qilamiz. Shu qiz kimni tanlasa o'sha bilan baxtli bo'lsin. Do'stona battil. Nu kelishdik. Faqat do'stligimiz abadiy bo'ladi. Obbo, qancha kino kamroq ko'rgin ey. Qolganimiz azizlarga bor. Hurmat. Sarvinoz, Labbi ustoz. kechagi testdan nechanchi variantni ishlading? Birinchi variant. Tushunarli. Kechagi testdan hammanglar 5 baho olibsizlar. Shuning uchun hammanglarga 2 qo'ydim. Ko'chirganinglar uchun. Ko'chirganimiz yo'q ustoz. Ko'chirmadinglarmi? Yo'q. Sinfda 25 ta bola. 23 tasi birinchi variantni javobini yozgan. Tupoylar. Faqat 2 tasi ikkinchi variant ular ham 3 baho olgan. Shuning uchun hammanglar yangitdan topshirasizlar. Sarvinoz, yana ko'chirishga bersang, hammaga 5 qo'yaman deb, senga 2 qo'y. Qo'pollar. Atak sinfimizda legendaga aylanarding Sarvinoz. Telegramdan senga lokatsiya tashab qo'ydim.
O'sha yerda dorilar turibdi. Olib, joyiga yetkazib, oldimga kelsang, pulni berib yuboraman. Bo'ldi, tushunarli. Bugun kechqurun darsdan keyin ishni boshlaymiz. Tezroq boshlab, tezroq tugataylik shuni. Nimani u tez boshlab, tez tugatmoqchi bo'lasizlar? Bular bizdan gap bekitadigan bo'libdimi? Ha, endi biz begonada. Nima? Aytasizlarmi nima bo'layotganini? Menga pul kerak. Senga sal yomg'irroq ish boshlab qo'ygandek. Blogerlik. Give tuda suda. Sal seriozliroq bo'l, she'r. Blogerlik. Give tuda suda. Nima bo'lyapti? Gapir. Dori tarqatmoqchimiz shaharda. O'shani tez boshlab, tez tugatishimiz kerak. Asallarni aralashtirmoqchi emas edim. Ey, salla jinni bo'lsanlarmi? Bu ishni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi lekin. Nima kerak pul o'zi? Uyda problema. Tinchlik. Men ham salla bilan. Bitta kemadamiz-a? Ya, savurgan bolamiz. Voy ko'zmuncha, yoqimtoy. Ha? O'shalar. Obbo, yana kaltiymanmi? Ma qo'ssalar etdi. Nima edi? Hoy! Men xonamga kir. Salla? Maktabga orqaga tortyapsanlar. Oldingi direktor sallani deb bo'shab ketgan ekan. Nima? Meni ham haydalishimni kutyapsanlarmi? Xato o'ylabsanlar. Ota-onang kelib, hujjatlarni olib ketsin. Ana ishi. Bor chiq. Siz mana odamni kimligini bilasizmi? Sen meni odamni kimligini bilasanmi? Yo'q. Bir. Ana ishi. Borlaring. Turshi. Adamga gitaramni olib bering deb chaqirgandim. Endi gitaramga qo'shib dokumentimni ham olib berarlarmi deyman. Gitaringga qo'shib kallingni olib ketadilar. Mabodo siz adiz u bu narsa qilib bera olmaylarmi? Adam bilan urushib qolganman. Qiz bilan urushib qolish tushunaman. Ada bilan urushib qolish qanaqa bo'ladi? Ey, prikollaringni bor stand-upingni qilasan. O'zi maktabdan haydalib ketayotgan bo'lsang, sen ham nimadir degan bunga? Sanjar? Mana zo'r izay bor. Yo'llaring ketdi. Ey, qayoqqiz? Sanjar? Ha, borib, u kim uramizmi yana? Yur, ketdik. Sher! Az. Siz nima? Kim ko'p ovqat yeyishi bo'yicha chempionatga chiqib, maktabni ko'tarmoqchimisiz? Ha? Yo'q, bizning maktabimiz basketbol bo'yicha chempion bo'ladi. Siz xotir olmang. Maktabimiz chempion bo'ldi deb hisoblayvering. Ko'ramiz. Bu yoqqa turib qo'yinglar. Oshxonaga tushib ovqatlaning. Yoqimli ishtaha. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum. Ustoz. Ne kayfiyatıngiz yo'q? Nima bo'ldi? Mana komanda. Qachon boshlaymiz trenirovkani? Hozir shu salami? Hozirdan boshlaymiz. Bugundan boshlaymiz. Formalaring bormi? Ustoz, biz formasiz ham yutamiz. Xavotir olmang bo'ldi. Yo'q. Bo'lmasa men spiskani berib kelay. Sizlar tashqariga chiqib, trenirovkani boshlab turaveringlar, xo'p? Xursand bo'lganimda foto ko'p esingdan chiqib qolibdi. Nazar bo'ptilar. Koptogimiz ham bor basketbolni. Hey! Rakillarni hamma. Sanlar gapiryapmanmi? Nima? Mani yosh bola qo'ysanlarmi? Sanlarni maktabdan haydashibdi-yu. Nima meni unaqa patudor qo'yasanlar? Ustoz, siz olib qoling bizani maktabda iltimos. Chempionlikka yagona yo'l bizamiz. Ili eng namunali oxirgi o'ringa. Baba basketbol o'ynashga odam topolmayapti dedingiz-ku. Bizasiz chempionatga chiqa olmaysiz. Sanlarni olib qolib boshimga g'alva orttiraman, bilasanmi? Mana ma'mini qizlarni tinch qo'ymaydi, nuqul. Gap otgani gap otgan. Qizlarni-chi opa-singlisidek ko'radi. Juda ham aqlli. Ma'mining bo'lsa, har ikkita gapini bittasi hazil. Kattalarni hurmat qilmaysan. Kattalarni shunaqangi hurmat qiladiki, o'z ota-onasidek hurmat qiladi. Sen bo'lsa, vaqtida kelmaysan, nuqul kech qolib kelasan. Ha, men mas'uliyatsizsanlar. Mas'uliyatli etgan paytingizda, etgan vaqtingizda joyida bo'ladi. Shu bola basketbolga qatnashsa g'olib bo'lamizmi? Конечно, g'olib bo'ladi. Bolaning ikkinchi raqamini bilasizmi nima? Basketbol. Menga qarang. Agar g'olib kelmasanglar, bolalarga qo'shib sizni ham haydayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, kamaytiring. Xo'p bo'ladi. Eshikni yopib keting. Xo'p bo'ladi. Hoppa. Ustoz. Nima bo'ldi ustoz? Xullas kalom bilmadim. O'lib qolasanlarmi? Sudyaga pul berasanlarmi? Chempion bo'lishimiz shart. Bo'lmasa maktabdan haydalamiz. Tushundinglar? Ha. Komandada 4 kishilar, yana 2 ta odam bormi? Topamiz. Muammo yo'q, topamiz. Bo'ldi, topinglar. Assalomu alaykum, chaqirtirgan ekansiz. Keling o'tiring. Turg'unov, siz sinfingizda o'qiydimi? Ha, men o'quvchim. Chaqiring, u bilan gaplashishim kerak. Hozir kela olmaydi. Nega? A'lo bahoga o'qisa, biron marta dars qoldirmagan. Nega bugun kela olmaydi? Bilasizmi, u Moskvada ishlaydi. Nima? O'quvchi bizni ro'yxatda. Lekin o'zi Rossiyada. Oylik olasanmi? Yo yillikmi? Gapingizni tushunmadim. Shunaqa haydayman. Boshqa maktabga qaytib olmaydigan qilib. Ana o'shanda tushunasan. Yillik to'laydi. Qancha? $1000. Qanchadan beri Turg'unov Moskvada? 2 yil bo'ldi. Zo'r. Men qara. Hozir bolang hujjatlarini olib, o'sha pulini ham qo'shib, ota-onasiga olib ber. Arizani ham yoz.
Keyin menga qara. Boshqa maktabga borib ishlaydigan bo'lsang, mana qulog'ingdagi piskangni yo'qotgan. Sani piskangga qaraydimi yo bilib o'rganadimi? Endi ko'zimdan yo'qol. Xo'p. Tavba. O'qituvchining ahvolini qara. Rosa ko'payibdi-ku bunaqalar, ha? Oldiga borib gapir. Xatikoga o'xshab qarab turmasdan. Yo'q, jigar. Bunaqa go'zallikni rosti tomosha qilsang ham bas ekan. Kompot. Bo'lsa ichardi-a. Siz hazırlaringizda. Ketdi basketbolga. Men qizni topishdan qanday debdi. Yomon ko'rdim. Doniyor! Diyor, ertaga o'qib, обязательно olib kelaman, xo'p? Yana nima qilib berishim kerak sen yaxshi o'qishing uchun? Va ustingdan jalba tushgan. Anaqa. O'char ovozingni. Amerikaga ketish uchun yaxshi o'qish kerak. Qizil diplom olish kerak. Lekin seni mana bunaqangi o'qishingda rangsiz diplom ham berishmaydi. Agar yana bir marta ustingdan jalba tushadigan bo'lsa, Amerikani unut. Mana gitarangni ham boshqa ko'rmaysan. O'sha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Sher, bitta gitarani ham usha olmaysan, ey. Men qattan bildim-mi bunaqa bo'lib ketadini deb o'yladim. Bilmasdan tushirib yubordim-da. To'yib ketdim hammasidan bori. Voy. Biz yo'q paytimiz boshini eksang mayli. Lekin oldin turgan paytimiz ko'tarib tur boshini. Avf. Gaplaring tushunmadimi? Lekin kulgili. Bitta varaq olganda shu gapimni yoz. 2-3 martalab yaxshilab o'qisang tushunasan. Ma'nosi katta. Ketdimi? Trenirovkaga basketbolistlar? Ketdik. Nima otib tashlayapsan? Menga ber undan ko'ra. Sen bar bilan chalishni bilmaysan-ku. Hali charchamadinglarmi? Qancha? Ha, basketbolda. Chum oldinglar, to'g'rimi? Ha, uni qiymay solsa. Chempion bo'lamiz, ha? Haydi, malades, chempion bo'lamiz. Men qaranglar, ertaga muhim kun. Hamma vohlik kelsin, xo'p? Uni ustiga hali 2 ta odam yetishmayapti komandaga. Topganmisiz ish qilib? Qidiruvda. Topamiz, ha? Topamiz. Sizlarga ishonganman men, lekin parod qilmalaring. Topamiz, xavotir olmang. Ertaga vohlik ko'rishamiz, xo'p? Yaxshi dam olinglar. Xo'p. Men ketdim. Voy, bela. Yaxshi dam oling. Xo'p, rahmat. Voy. Qachon boshlaymiz? Bemalol uyga borib, kiyimlarni alishtirib, cho'milib, keyin meni mahallamda ko'rishamiz. Kakras. Yuvinmasam shu o'zimni Do'ronakadek his qilaman. Shunaqa qilib 1 soatdan keyin ko'rishamiz, ha? Nima? 1 soatdan keyin biz ko'rishamiz. Tushunmadingmi? Sansiz. Adela nima dedi? Shuncha gap kimga gapirdilar? O'rtoqlarimizdan хотя бы savoqi. Bunaqa ishlarga aralashtirish niyatimiz yo'q. To'ramizdan o'qiganlar chiqsa, aytamiz ko'rsan. Sher, nima deysan? Obbo, ko'p quchoqlashyapmiz dedi oxirgi paytcha. Shu sallani vayiblaringga tushunmayman deb bor. Mana shu narsani tashlasang tushunasan. Agar yig'ishtirib yuborsang, prosta ham nafas olgan paytam kayf qilishni boshlaysan. Yo'q, rahmat. Hali unaqa komfortlarga tayyor emasman.
Jigarlar, haliroq ko'rishamiz, men ketdim. Men ham mashina qizni uyimga olib borib tashlasa, yo'q demasdim lekin. Men yo'q derdim. O'zingizni yuzga olib keting derdim. Короче, bugun 20 ta tochka ekishimiz kerak. Bo'ldi. Davay tezlashaylikmi? Panika qilmasdan, akkuratni ekanmiz. Men ekaman, sen rasmga olib turasan. Sen atrofga qarab tur. Orzuyimdagi shu, prosta atrofga qarab turish. Maza. Yur. To'xtang, Sherzod qani? Hozir yo'lda kelyapti. Bizani baxtimizga to'sqinlik qilishni xohlamayotgandir-da balki. Yo'q, to'xtang, telefon qilyapti ekan. To'xta, men buni ushlaman, o'zim qilaman. Alo, Sher, kelib qoldingmi? Repetitsiyadamisan? Biz nima qilaylik? Kiraveraylikmi yoki kutib turaylikmi? Bo'ldi, xo'p. Biz kiraver ekanmiz. U pas turib o'zi kelib kirar ekan. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Kul rang bir xil xonadonlar, ichidagi bir xil bolajonlar. Qora yoki oqni. Aka, assalomu alaykum. Rasmiy sho'se bo'ladimi? Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Men sizni stand-uplaringizni ko'rib turardim. Shunday rasmiy sho'se bo'ladimi? Aha, stand-up. Rasm bo'ladi. Men bu yoqda tushaylik, yorug', men yuzimizga tushadi. Botqoq ko'chalarda peshkom, lekin gentleman ish hayolda. Bo'yinda qars o'qimidi, dars tushunmaydi, bars bitta ham ish kelmaydi qo'ldan. Bitta ham kasbni tushunmasdan u biznes boshlaydi noldan. Bugunda reja bo'lmasa, o'zgarmaydi ertaga. Ertaga hammasi yaxshi bo'ladi degan gap bu kimnidir ertaga. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahalla, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahalla, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Qatga kelib qolding orta, to'lib ko'chib qasimoda, pul ketar kazinoda, o'tamading sinovda. Qatga kelib qolding orta, to'lib ko'chib qasimoda, pul ketar kazinoda, o'tamading sinovda. Ertasi yo'q bu bollani, nima ham qilarding bog'lani, kasal qiladi bular sog'lani, orzu qilib yashab o'zolani. Ertasi yo'q bu bollani, nima ham qilarding bog'lani, kasal qiladi bular sog'lani, orzu qilib yashab o'zolani. What's up? What's up? Ha? Qo'rqib ketmadilaringmi? Yo'q. Qancha qoldi? Bitta qoldi. Uni ekish shart emas. Salla sho'tta bo'lib turlaring, men hozir kelaman. Ana endi ishga boramiz. Keyin uyingni kuzatib qo'yaman. Ketdik. Yo'q. Rahmat, keyin safar. O'zi ichkarida boshim og'rib ketdi. Taksi ham chaqirdim. Taksim ham kelibdi. Yurunda xachabi taksigacha kuzatib qo'yaman. Problema bo'lmadimi? Yo'q. Hech qanaqa problema bo'lmadi. Bu bola nima qilyapti bu yerda? Yo, bularga ham pul kerak ekanmi? Yo'q, bugun bog'cha ishlamayotgan ekan. O'shangiz yerga ko'cha ishishibdi bolalar. Maylimi? Bo'pti. Aytgancha bittasini o'zimga oldim. Rahmat. Ol. Bundan boshqa sindira olmaydi, san?
senda yodimda Surat. solik yodimda soling. Ma. Oyling bu? Yo'q, kunlik. Mah jigar, Ne? sen uchun bu pul. Men bunaqa yo'l bilan topilgan pulni ishlatolmayman, noto'g'ri tushunma. Faqat ol. Zo'r. Xohlasang, sen ham qaytarib ber. O'zi menga ham kerak emas. Majburman-da. Bo'pti, ketdikmi? Ha, ketamiz. Sanjar, o'ylab ko'r, balki senga ham kerak emasdir. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahalla. Bitta ishlatmaydi kallar. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahalla. Bitta ishlatmaydi kallar. Ertasi yo'q bu bollani.